Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun bitta masalani tahlilini o'rganamiz. Xo'p, fotosintez yorug'lik bosishda to'plangan ATF energiyasi noma'lum qismi qorong'ulik bosishda 900 gramm glyukoza sintezlash uchun sarflandi. Demak, 900 gramm glyukoza bo'ladigan bo'lsa, biz buni molini topsak 180 ga bo'lamiz. 980 gramm glyukozani molini topish uchun qaytaraman. 900 ni bo'laman 180 ga. Bu 5 mol. C6 H12 6, ya'ni glyukoza. Xo'p, natijada hujayrada ATF molekulalar soni 6 marta oshganligi, ADF molekulalar soni 6 marta oshibdi. Demak, ADF 6 marta, ATF miqdori esa 4 marta. Mana bu oshgan, bu esa kamaygan. Bo'lsa jarayon yakunida ADF miqdori va ortib qolgan ATF miqdorini toping, deyapti. Xo'p, bizda 5 molekula glyukoza uchun qancha ATF ketgan? ATF ketgan. Demak, 90 mol ATF ketgan. Biz dastlabki ADF bor bizda. Keyin ADF bor. Demak, dastlabki ADF ni X deb bosam, keyingi ADF xo'p X plus 90 bo'ladi. Ortgan, dastlabkidan ortgan bo'lsa, demak X plus 90 ni bo'lsam X ga necha chiqqan ekan? 6 marta oshgan ekan. Mana ADF ga bu ATF ketgan bo'lsa, bu ATF parchalanadi-da, o'rniga 90 ADF hosil qiladi. Demak, dastlabkini X deb olsam, keyingini X plus 90 olishim kerak, chunki 90 molekula ADF qo'shilyapti. Shuni shunga bo'lganimda demak 6 chiqish kerak, chunki 6 barobar oshgan. Demak, keyin 6 barobar ko'p ekan unda. Demak, buni soddalashtiradigan bo'lsak, 90 X plus 90 6X. 90 joyida qolsin. 5X X teng 5 ga bo'lsam 18. Demak, dastlab 18 bo'lgan. Keyin X ni yo'qsam 108 bo'lgan. Endi mayda biz ATF ham bor. Dastlabki ATF dastlabki emas. Keyingi ATF. Dastlabki ATF ni Y deb olaylik. Keyingi ATF shu Y dan 90 ayrilganda qolgani bu. 90 ayrilganda. Xo'p, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, aytayapti, ATF ning dastlabki miqdori esa shuncha marta kamaydi. Demak, 4 marta kamaydi degani dastlabkidan 4 marta kamaydi. Demak, Y ni keyingiga bo'lsam, ya'ni Y minus 90 ga bo'lsam 4 chiqqan ekan. Ya'ni 4 marta, dastlabkidan 4 marta kamaygan shu. Xo'p, shuni ishlasam endi. Y teng 4Y minus 360. Endi 360 ni bu tomonga, Y ni bu tomonga o'tsam, 360 plusdan bo'lib, bu baqa 3 Y bo'lib ketadi. Y teng
bo'lsak 120. Xo'p, 120. Demak, dastlabki ATF 120 bo'lgan. 120. Endi undan ayrilgan 90. Demak, 30. Bu 30 nima? Bu 30 endi shartlarga javob berib qo'yaylik-da, o'shunda shu 30 nimaligini aytsa bo'ladi. Xo'p. Bo'lsa, ADF miqdorini toping. Jarayon yakunidagi. Jarayon yakunida A. Jarayon boshida 18 bo'lgan, jarayon yakunida 108 bo'lgan. Chunki oxiri keyin deyapti, shu 18 ga 90 qo'shilgan edi. B savolga javob. Aytayaptiki, ortib qolgan ATF miqdori. Demak, jarayon boshida 120 bo'lgan, keyin 90 ayrilib ketgan unda. Demak, ortib qolgani 30 ATF. 30 ATF ortib qolgan jarayondan keyin. Demak, javob 108 ga 30 bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.